Aziz obunachilar, to'ylar, bazmlar, barcha baxtli kunlaringizda Sulton Dekor va baxtli kun siz bilan birgalikda. Shirinliklar ham o'zimiz bilan, sahna bezaklari ham. Murojaat uchun direktdan yoki quyidagi raqamlardan murojaat qilishingiz mumkin. Barchangizga rahmat. Muvayyim uchun gapchi. Xudoyim hammangizning bor sog'lig'i, oilalaringizda istiqbol, hammangizga bor sog'lik. Malam aytmam. Hey, beni bana affedin. Herkes olan yüzden tebriklerim. Kırk yaşlara gelin. 150 yaşlara girip oturmayasınız. Hem bir şaşırıp yaşlı gününde tebrikler gelin nasip etsin. Hem önümüzde yakışık kuyularında yakışıklar olsun. Yine bir mertebe tebriklerim. Oynab, gülüb, yürüyün vaxtımıza. Sıracı Beyk, maşinin bilen tərifikliyim. İbrahim, bunlar hem yaxşılarını alıp minəver yeysən, hem vaxt oylarımın yeysən. Şu dünya mübarek etken, doğan gün eken, 40 yaşlara gitsin, 100 yaşlara gelince şunu gelip tebrik ederim. Rabbim maşallah mübarek olay, toylarımın yeysen, selametlik, Allah yaşlara gelsin. Şimdi olan günlerine kötüne görever gelsin. Hamisha akam bilan birgalikda yoshimizga yosh qo'shilib har safarga gap borish bizlarga nasib etib sinab qolish o'tish nasib etsin. Akam bilan birgalikda hamma kulib Korkmang, dang'illama uy, ko'zikmas. Giramlar farqolaringiz, ko'zikadi qo'shiq, ko'zikadi kuy, ko'zikadi ravshan tuyg'ularingiz. Menda bir danak bor, po'shog'i oltin. Mag'zi yoqut uni chaqib qo'yinglar. Seving. Ammo lekin sevishdan oldin ko'nglingizga tumor taqib qo'yinglar. Ana shu siz baxtingizni ko'zlaymasin. Avvalo baxtingizga bir bugungi ramziy tumorni taqamiz va sizga bir asosiy jangovar missiya, sog' bo'lishga majbursiz va 100 yoshga kirishga majbursiz. Sizni 100 yoshingizga kelganingizda Sirojbek ukam bilan birgalikda, og'amlar bilan birgalikda ko'rish nasib etsin. Bugun 100 ga kiribsiz, akam deb o'tirsangiz. Bugun 18 mi, 16 mi? 15. Xullas kalom 18 yoshingiz bilan tabriklayman. Bora gapga hech qachon qarrima. Agar siz qarrimasangiz borku, ana shu og'am borku, cho'lashtirishi mumkin ishni. Shuning qarrima. Salomat bo'ling.
Aman Manetcan bilen bir sana başlaydım. Aman Manetcan içeri yaptığında kellerden yanına karak koygandı. Kim eken bu de. Avaz hem okşardı şiarçı hem son okşardı seni. Rahmet sen şeylerin için. Dilber etken ben ustazı. Milletin ustazı. Mahallenin ustazı, milletin ustazı. Merhamet ustaz. Assalomu alaykum. Yine şöyle qatnaşıp turgan barcha ko'rishmaganlarim hammangizga assalomu alaykum. Demak, mana bugun bir eng ajoyib kunni Diloram bilan yine Siroj bosh bo'lib, qizlar bosh bo'lib, shundan tug'ilgan kuningizni nishonlash uchun yine shunday ishlarni tashkillashtirgan ekanlar. Xudoyim ularning kelgusida farzandlari sizlar ularni siylagan onamiz yod etib ularni siylamaylar. Şu an rahatını görürsün Faysal. Bak bu saadetlerine kulağını oturgaysın. Uzak günler kim evet bak saadet hemmeniz aile ezalarımız bilen bir Ustaz vapshi dahshat anaqa. Onajonimga degan bir yozuvlar va ey ben she'rsiz İlayim bundan ham yaxshi mashinani mana o'tirishni sana nasib etdi. Diloram bilan iloyim opani aytdim. İzlab onu çekilib baxtına sağ bo'ysizlar shundaylarni tashkillashtiribsa, Xudoyim sizlarni shu kunlarga yetirgay. Muborak etgan bilan iloyim Ağam iloyim hezlere barib o'tirishni nasib etgay bulara. İloyim 100 yoshlarga kirgaysiz muborak etgan. Bundan ham yaxshi kunlarni ko'rgaysiz. Eng Salakım. Aman köp yaşlarını görüp aman yaxshi. Yıklama, yıklama. Yıklama. Yıklama.